Assalomu alaykum. Bugungi video rolikimizda domashi gamburg tayyorlashni ko'rib chiqamiz. Gamburg namaqasi bizlarga 130 ming so'mga tushdi. 5 odam bemalol do'ysa bo'ladi. Ishimizni mol go'shtidan lahm joyini olib, yupqa qilib o'shdan boshlaymiz. Iloji boricha go'shtni yumshoqroq joyini olsak zo'r chiqadi. Go'shtlarimiz to'liq osilib bo'lgandan keyin go'shtimizga ishlatiladigan marinovkani o'tib olamiz. Marinovkani retseptini to'liq opisiyanida yozib qoldiraman. Opisiyandan olishingiz mumkin. Marinovkamiz tayyor bo'lgandan keyin go'shtlarimizni marinovkaga solib yaxshilab aralashtiramiz. Ustini bosirib 4 soat olib qo'yamiz xolodilnikda. Aradan 4 soat o'tgandan keyin go'shtimizni xolodilnikda olib, yupqa uzun qilib to'rab olamiz. Chalib yupqa bo'lsa shunchalik yaxshi bo'ladi. To'ragan go'shtlarimizni qizib turgan yog'ga solib 40 minut 50 minut atrofida qovurib pishirib olamiz. Go'sht pishib tayyor bo'lguncha nonlarni kesib qizdirib turamiz. Nonni qizdirish uchun biz tavandan foydalandik. Tavan bo'lsa pechkada qizdirib olsangizlar ham bo'ladi. Ikki tarafini yaxshilab qizdirib olish kerak bo'ladi. Mana endi eng mazali joyi keldi. Nonlarni ichini ochib, ichine moz etib qo'yilgan go'shtlarni so'li bilan aralashtirib solish kerak bo'ladi. Shu bilan ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Uydagi go'shtni maslahat beraman, umuman asoslanmaysizlar. Video yoqqan bo'lsa bir like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib ketsangizlar, xursand bo'lamiz. Arxiv go'shti alohida rahmat aytamiz mazali go'sht bergani uchun.